Okay. I was writing task 1, ikkinchi dars introduction for bar chart, pie chart and table. O'tgan safargi darsimizda biza line graph degan line graph qismini o'tuvdik. Ya'ni line o'zi nima edi? Chiziq. Chiziqli writing task 1 dan bitta tur edi. Bugungi navbat qolgan 3tasiga. 3tasi ko'p deyishlar mumkin, lekin hammasini faqat biza introduction ko'rib chiqamiz. Introductionni mayli past boshqacha bo'lsin, tagi boshqacha bo'lsin, introduction paraphrasing qismi doimo bir xil struktura asosida ketadi. Xo'p, birinchi navbatda biza IELTS writing dasturidagi eng ko'p qo'llanilgan, o'zimdan imtihonga tushgan savol turini ko'rib chiqamiz. Bu bar chart. Xo'p, barchaga yaxshilab e'tibor beramiz. Birinchi o'qiymiz. The bar graph shows the global sales. Demak, global dunyoviy, sales bu sotuvlar. Demak, dunyoviy sotuvlarni ko'rsatar ekan, nechida? In billions of dollar. Billion bu necha? Million, billions, milliard. Demak, milliard dollarda hisoblangan of different types of digital cameras. Turli xil turdagi digital raqamli o'yinlarni turlarini ko'rsatadi. Raqamli o'yinlarning savdosini ko'rsatadigan qachon? Between 2000 and 2006. Shu yillar oralig'ida. Xo'p, bunga yaqinroq e'tibor bersak. Demak, bizada nima bor? Qarasak, tushuna olamiz. Aslida 4 ta mobile phone bor. Mobile phone games, online games, o'yin, 4 xil o'yin turi. Va yillarga yetib boramiz. Yaxshilab e'tibor qarasak, sal xarob bo'libdi. 2000 dan 2006 gacha. Xo'p, buni o'sdimi, tushdimi qanday aniqlaymiz? Bitta yo'li bor. Shunchaki yillarni orasidan chiziq tortamiz. Ya'ni bir xil ranglar, qaranglar. Hammasi rangi bor. Ko'klarni qanday birlashtiramiz? O'sdimi, tushdimi? Yillari, masalan, boshi bilan oxirini birlashtirib qo'yamiz. Demak, bu 2000 yilda boshlagan, shunday bo'lgan va oxiri nima pastga tushgan. Demak, bu tushgan ekan. Demak, endi pushtini qarasak, 2001-yilda turgan, yillarni bog'lab chiqsak, ko'tarilgan. Xo'p, console games ochiq pushta. Qaysi biri? Ochiq pushta. Birinchi yashil, yashil. Bunday bo'lgan, bunday ko'tarilgan ekan. Ikkita ko'tarilgan, hozircha bitta tushgan va handheld degan o'yin ko'tarilgan. Demak, bu ham yaxshilab e'tibor bersang, men bilmay olib tashay, men chiziq qilsam, bu ham line graph. Faqat turishi boshqacha, bu ham o'sdi tushdi degan. Ba'zi hollarda yana boshqacha bog'lasa bo'ladi, buni keyingi darslarda tushuntiraman. Bunga e'tibor beramiz. Introduction yozayotgan mahali birinchi qiladigan ishimiz nima? Introduction yozish ketdik. Xo'p, introduction yozayotgan mahalda, demak, to'g'rilab olamiz. The line, oldin biza line graph yoki line chart deydi. Endi bunda bar chart yoki bar graph. Bu yerda bar graph degan ekan, shuning uchun biza nima yozamiz? Bar chart deb yozamiz. Demak, the bar chart deymiz. Ko'rsatadi, shunchaki shows. Ba'zi hollarda ko'rsatdim, gives information deb ketadi. Ma'lumot ko'rsatadi. U ham it's equal to shows teng. Bar chart ko'rsatadi. The global sales. Global saleslarni ko'rsatar ekan. In billions of dollars, milliardda ko'rsatadi. Qaranglar, bu ma'noda o'lchov birligi bor. 0, 5, 10, 15, 20. Bu degani nima bu? 5 shunchaki 5 emas, 10 shunchaki 10 emas, bu nima? 10 milliard dollar. Ya'ni raqamlar o'zini ko'rsatma, o'zi ifodalamadimi? Ikkinchi gap kerak bizga. Ya'ni unitlar, raqamlar milliard dollarlarda ifodalanadi deb ketishimiz lozim. Global sales qoldirib ketamiz of different method, different synonym, different various types. Various types tur types nima synonymlari? Various type bo'lsa bu kind bor, sort bor, forms. Eng oson source of deylik, various kinds deylikmi? Various kinds of digital o'yinlar degan. Biz shuni nechta digital o'yin? 4 ta digital o'yin desak bo'ladi. For digital game type different emas, chunki different ishlatdik. For digital games
Yil 2000 dan 2006gacha. Buni nimaga o'zgartiramiz? From 2000 to 2006gacha. Endi ikkinchi gap kerak. Ikkinchi gap raqamlar, units. O'lchanadi, measured in billions of dollar. Billion dollarlarda ifodalanadi. Bo'ldi. Bizda hozir mana shunaqa holat bo'ladi. Balki mana bu mingdadir yoki milliondadir. Raqam qachonki o'zini ifodalanmasa, o'sha holatlarda ishlatamiz. Ikkita qilamiz hammasidan. Introduction ikkinchisi. The chart, demak, the chart yoki bar chart farqroq. Demak, shows the total number of minutes in billions of telephone calls in the UK divided into three categories from. Demak, chart nima ko'rsatadi? Total number of minutes. Minutlarni ko'rsatadigan umumiy miqdor milliard telefon calls. Qo'ng'iroqlarning umumiy minutini ko'rsatadigan qayerda? In the UK. UK qayerda edi? United Kingdom, Birlashgan Qirollik, Angliyada. Divided into three. Bu yerda divided degani bo'lingan. 3 xil kategoriyaga, 3 xil turga bo'lingan. Divided into degani bo'linmoq. 3 xil kategoriyaga bo'lingan. 3 xil kategoriyaga bo'lingan. Qachon? 1995 dan 2000-yilda. Qarasak, o'sha 3 xil tur nima ekan? Birinchisi qarasak. Local calls. Local mahalliy. Mahalliy qo'ng'iroqlar, ya'ni men G'uzordan bo'lsam, G'uzordan G'uzorga hisoblangan bu local. National and international. Milliy va mahalliy. Milliy va international. Xalqaro. Milliy bilan localda qanaqa farq bor? Local bo'lsa G'uzordan G'uzorga, milliy bo'lsa O'zbekistondan O'zbekistonga. Kattaroq. Endi mobile fonlarda va hammasini ichiga oladi, ya'ni all calls. Boshqa qo'ng'iroqlar hammasini o'z ichiga olgan. Qarasak, mana bu qoraroq mobile ekan, buni yillarni bir-biriga bog'lab chiqamiz. Bu qarasak, yillari demak, boshida mana shuncha boshlangan, ko'tarilgan miqdori. Ikkinchisi national cost, 2 mab bo'lsa kerak. Bu ikkilarni bog'lab chiqsa, ko'tarilgan va oxirgisi local phones bir joyga qolgan. Mana boshlanib turibdi. Demak, mab liner. Demak, bittasi joyda turgan, ikkalasi ko'tarilgan. Agar tushunib oladigan bo'lsak. Paraphrase boshladik. Okay. Demak, bu the chart bir xohlasak buni the nima deb ketsa bo'ladi? The bar chart yoki bar graph deylik. The bar graph aralashtiradi. Bar graph nima ko'rsatadi? Shows bizaga number of keldi. Buni nimaga o'zgartiramiz? So the total figure 4 of for minutes. Minutlarni ko'rsatadigan minutes. Billion oxirida yozamiz. Of telephone calls. Maslahatim davlatlarni o'zi aytib, buni England yoki boshqa deb ketmayman, chunki Birlashgan Qirollik o'zi 4 tadan tashkil topgan. Angliya, Wales, Shotlandiya, Shimoliy Irlandiya. Ular umumiy qo'shilgan. Angliya desak alohida bo'lib qoladi. Shuning uchun in the UK divided into three categories. Qaranglar. 3 xil turga bo'lingan. Xohlasak biz mana bu yoqqa telefon calls deb keldik, to'g'rimi? Shuni 3 xil turli xil 3 xil turdagi telefon qo'ng'iroqlar deb ketsak bo'ladi. Bo'ynaga o'xshab, ya'ni 3 xil turdagi telefon means of 3 different types of 3 xil turdagi telefon call'da from teka buni nima o'zgartiramiz? Between 1995 and 2002-yillar orasida. Ikkinchi gapga aytdim, units are
should hisoblanadi in nimada hisoblanadi? Billions. Demak, milliard. B bo'lsa, ya'ni bu 50 emas, bu 50 milliard yoki 90 milliard. In billions da hisoblanadi. Bu yerda yangisi mavjud. Ba'zi holat umumiy aytib ketadi, o'shani spesifik qilib, maxsus qilib aytib ketsa bo'ladi. Shu xil turdagisi yanada yaxshi bo'ladi. Demak, total figure phone ham bar graf turishi shunaqa bo'ladi. Endi bar graf shunaqa, ikkinchisi pie chart o'tadi. Birinchi mana bundan boshlaylik. Pie chart, pie degani o'zi tort bo'lagi. Pie o'zi tort degan. Bunday olganda, ya'ni qarasang tortga o'xshagan, to'g'rimi? Dumaloq aylanib tortib uchun pie chart deb ketgan. Unda qanday bo'ladi? 100% bo'ladi. Abi 100% bo'ladi. Nima qaysidir holatlarda bo'lib chiqadi. 20%, 15% nimagadir. Ko'p ehtimol ikkita yil bo'ladi. Masalan, 1988-yilda bo'lingan, 2008-yilda bo'lingan. Xo'p, mavzuni tushuna oladigan bo'lsak, the pie chart shows the distribution of water consumption in a country in 1998 and 2008. Bu yerda yangi so'z distribution bu taqsimot. Distribution bu taqsimot. Demak, water suv consumption iste'mol, suv iste'molning taqsimlarini ko'rsatgan bitta davlatda. Taqsimotini ko'rsatgan 10 yil mobaynida. Tushuna oladi, demak, suv taqsimoti nima ketgan? Bedroom, toilets, washing, kitchen, gardenga qancha ketgan? Masalan, washingga, kir yuvishga 25% suv ketgan, kitchenga 15% ketgan. Lekin 1988-yilda, 2008-yilga o'tib bu, masalan, washing yashil qarsa 22% tushgan. Demak, kitchen 15 dan 29 ga ko'tarilgan. Bu ham bunday olganda hammasi o'sish tushish bilan bog'liq. Demak, bu pie chart. Bu ham o'sha the pie chart shows ko'rsatadi. Demak, the distribution aytaversin. Distribution qarang. Distribution mayli ishlatmayli, taqsimot shuni foizini ko'rsatadi deylik. Ya'ni water consumption'ni foizini ko'rsatadi. Qarang, o'tgan safar aytdim, the proportion yoki the percentage. The percentage of water consumption in nima o'tiramiz? In a country, in one country. Buni 1998, 2008 xohlasak buni boyagi from tuni ishlatsak ham bo'ladi. In two separate years. Qarang, bu ikkita yil bergan yangi struktura bor. In two separate years degani, separate alohida degani, ikkita alohida yilni ko'rsatadi. Bitta mamni ochib 1998 2008 desak ham bo'ladi pie chartda. Demak, separate alohida. Ikkita alohida yilni ko'rsatadi, separate. Okay, bunda percentage yozayotgan mahal ikkinchi gap bo'lmaydi. Raqamlar foizda beradi degan gap. Chunki mana aytib ketyapmiz, biz foizda berayotganimizni. Okay. Yana bitta ko'rib chiqsak, bu ham xuddi shunday, faqat mavzular o'zgaradi. The charts below shows the proportions of British students. Demak, pastdagi chart Britaniyalik o'quvchilarni proportioni foizini ko'rsatgan at one university. Angliyadagi bitta universitetdagi kim who were able to speak other languages in addition to English. Able to qodir bo'lmoq, demak, gapira oladi, boshqa tillarda gapira oladigan in addition to ingliz tili bilan birgalikda, demak, able to kim bilan in addition bu bilan birgalikda, bu and bilan teng oddiy. 2000da 2010. Demak, qarasak, german tilini gapira oladigan mana pushtir.
u gray rang 10% tashkil qiladi. 2010 da ham 10 va 30 mana bu Ispaniya tilida gapiradigan odamlar bir ko'tarilgan va qaysi tushgan 20 mana bu boshqa umuman gapira olmaydiganlarning soni 20% dan 10% ga tushib ketgan. Eng katta o'sish demak mana 15 yana boshqa tilda gapiradigan 20% ga ko'tarilgan. Shunchaki the pie charts demak shows the proportion endi percentage ga o'zgartiramiz. Percentage bo'lganda proportion. Percentage of British students to'g'risida people's ga o'zgartiramiz. Students of at a qara Angliyadagi universitet. Shuni at England English University desak qanday bo'ladi? Yoki Angliyadagi universitet. Britain at England University. At a university in England, the United Kingdom o'zgartiramiz. England. Who able to name the can o'zgartiramiz. Who can speak other languages. In addition to and blending and English. Yilni har ikkita yilda in two separate years in 2000 and 2010. Okay, we are the two separate years. Va can organic percentage o'zgartirsak bo'ldi barchasidan. Paycha shu ko'p ehtimol 3 tadan ko'p kelishi mumkin, lekin asosiy qiladigan ishimiz, ya'ni o'sdi, tushdi yoki introduction bir xil hammasi. Endi uchinchisi table. Bu table aslida ikkalasini qo'shmoqchi edim, lekin table ham introduction bir bo'lgani uchun birdan tugatib qo'yaylik dedim introductionni. Table bu yangi mavzu emas. Bu biz jurnal tutib kelayotganimiz yer table nimaligini bilamiz. Bu jadval. Chap tomonda o'quvchilar bo'ladi, tepada sana bo'lsa baho qo'yiladi. Bu holatda qarang. Aytgan the table below shows the number of vehicles registered in Australia in shu yillarda. Demak, vehicles ga keladigan bo'lsak, vehicle bu transport vositalari, vehicles. Transport bu umumiy transport vositalari. Vositalar. Register registratsiya qilding deydi. O'sha register bu ro'yxatdan o'tmoq. Ro'yxatdan o'tgan transport vositalarining miqdorini ko'rsatar ekan. Qayerda? In Australia 2010, 2012, 2014 buni 2010-yildan 2014-yilgacha deb ketamiz. Oddiy, bu ham hozir yaxshi tushuntiramiz. Ro'yxatdan o'tmoq. Demak, tushunadigan bo'lsak, bizga necha xil turdagi nimalar bor? Avtomobillar bor. Birinchisi passengers wheels. Passenger bu yerda yo'lovchi avtomobillar. Demak, 2010-yilda 11 mingta va 2014-yilga kelib 13 ta. Demak, bu ko'tarilgan. Oshgan, demak hammasi oshgan. Motorcycles. Motorbikelar 570 oshgan. 570 lar ro'yxatdan o'tgan. Commercial vehicles degani hozir farqi bor. Passengers bu yo'lovchi tashuvchi. Commercial bu biznes mashinalar bo'ladi. Uzun market tovar yes. Ya'ni tovarlar olib boradigan vehicleslar 2 million 3 mingta va nimalar? Heavy trucks, og'ir truck o'sha katta avtomobillar. Light trucks degani bu yengil avtomobillar miqdori shuncha ekan. Demak, passenger yo'lovchi avtomobil ekan. Keyin commercial bu commercial reklama savdo sotiq avtomobillari va heavy
heavy oson, light bu yorqin. Ba'zi yorqin asta, ba'zi holatda yengil bo'lib keladi. Yengil tracklar. Xo'p, tushundik. Shunchaki bizga birinchi qiladigan ishimiz albatta nima qilish? Introduction yozish. Oson. Shunchaki table, the table shows the number of the figure for vehicles. Qarang, vehicles registered. Ya'ni ro'yxatda o'tgan avtomobil. Shuni registered vehicles desak ham bo'ladi. Ya'ni sifat oldin kelishi mumkin. So'zdan oldin sifatdan. Registered vehicles in qayerda? Australia. Australia. Demak, 2010 dan 2014 gacha from 2010 to 2014. Bunga qo'shimcha qilsak, qarasak, bu 5 turdagi avtomobil ekan. Mana buni 4 types of registered desak, undan yaxshi bo'ladi. 5 types of registered vehicles in yillarda. Buni ham introduction shu. Oxirgisi bu undan oson, bu mana bu turishi pie chart bo'ldi. Yaxshilab aytib o'rsangiz hozir bilib olasizlar. Turishi o'zi pie chart. The table below shows the monthly expenditure of an average Australian family in 1991-92. Monthly bu month oy, li qo'shimchasi bo'lsa oylik. Oylik expenditure bu so'zlar ko'p ko'ramiz. Expenditure sarflamoq. Expenditure bu oylik sarflash. Oylik sarflash, ya'ni oylik budjetini hisoblagan of an average family. O'rtacha avstraliyalik oilalarning o'rtacha pul sarflash miqdoriga. In 1991 2001. Qaraymiz, o'sha nimaga sarflagan? Food, ovqat, electricity, clothing, housing, transport, other goods and services. Demak, 6 xil mahsulot, 6 xil narsalarga pul sarflash miqdori ekan. Qara, Australian dollar per month. Australian dollarda hisoblangan per har bir oyda. Bu degani, tushunasiz, tepadan keladi. 1991-yilda avstraliyalik oilalar o'rtacha 155 Avstraliya dollarini ishlatibdi nimaga? Ovqatga. 95 dollarini sarflabdi uyga, housingga, transportga 70 dollar. 2001-yilga bu ko'tarilgan, men yaxshim ko'tarilgan bo'ladi. 75 bu ham oshibdi, u tushibdi, lekin 30 dan 20 taga oshibdi, tushibdi va bu ham oshibdi va total umumiy miqdori ham demak albatta oshgan. Ko'p. Tepasi albatta oddiy bo'ladi. Mana bu sarflash, buni sinonim spending. Sarflash. The table below the table demak shows the monthly spending of an average. Mana shuni zo'r sinonim o'zgartirsa bo'la. Qarang. Avstraliyalik oilalar bor. Oilalar Avstraliyada joylashgan oilalar desak ham. Xuddi mana shuni qarang. Average families, o'rtacha oilalar in Australia. Buni teskarisi xuddi mana shunaqa bo'lib keladi ba'zi hollarda. Avstraliyadagi oilalar degan bo'lsa, avstraliyalik oilalar yoki teskarisi. An average family in Australia in 2 separate years. Men parchat o'zinasi ikkita yil beryapti. Ikkita mana qo'shtirmoq. Bu 1991 and 2000. Mana bu 75 o'zim yo boshqa narsami? Yoki 30 mi? 30
Nimada hisoblanyapti bu? Yo'q, Australian dollar emas. Demak, har oyi avstraliyalik dollarda hisoblanyapti. Bu oddiy raqam emas. Shu ovqatlar miqdori emas yoki housing miqdori emas, pul sarflangan miqdori. Ya'ni bir oyda 155 dollar, Avstraliya dollar sarflabdi ovqatga degan ma'noda. Shuning uchun aytamiz, raqamlar Avstraliya dollarda per monthda hisoblanadi deb ketishimiz lozim. Units are measured in Australian dollar months. Oylik Avstraliya dollarda hisoblanar ekan. Bu yerda Australian dollar months. Ba'zan bu yoqqa o'zbek summada yoki Britaniya summasi hisoblanadi deb ketishi mumkin yoki yiliga hisoblanadi, lekin aytib qo'yishimiz lozim nimada hisoblanganligini. Son o'zini bildirmayapti. Agar pul miqdori ko'p keladi, kilometr o'sha holatlarda bizdan table ham xuddi shunaqa. Ya'ni bu turishi boshqa uchun, lekin o'sha pie chart o'zi. Demak, biz bugun bar grafni ko'rdik, birlashtirib chiqdik, pie chart tortchani ko'rdik, ikki xil turni va table jadval degani, table ham o'sadigan ko'rdik. Bular nima uchun bilan oldim? Buni ikkinchi qismi ham bor. Ikkinchi qismi bu staying charge deyiladi. Ba'zi hollarda ko'pishadi, yil berilmaydi bizga umuman. Ya'ni o'sdi ham bo'lmaydi, tushdi ham bo'lmaydi, faqat turadi. Masalan, kengash tushuntiraman. Masalan, O'zbekistonda masalan ovqatga shuncha sarflandi, bunga shuncha sarflandi, umuman o'zgarmaydi. Parchart ham uchalasida ham o'zgarmaslik holi bor. Hozir biz yili borliklarini ko'rib chiqdik. Ya'ni albatta yo tushadi, yo o'zgaradi yoki bir tekis qoladi. Demak, ertangi darsda yana bir marta ham tushuntirib, ham introduction yozamiz. Shu bilan introduction mavzusi yopiladi hozircha. Thank you for all.